Altın gülü 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 gülü. Altın gülü 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 gülü. Aya, qaynatim hali beri tetik-o. 1-2 yil umri qolganmi yo'qmi? Sabr qilib xizmatini qilib turaver, hamma uy-joy senga qoladi. 1-2 yil sabr qila olmayman. Hozirdan ishga kirishmasam bo'lmaydi. Tarakanlarim rosa ko'payib ketibdi. Bulan dori bilan o'ldirmasa bo'lmaydi. Kelin, buni qilgan sonsaydi jinday tuz ekanmasmi-kun? Yo'q, dadajon, tuzikan bo'lib qoptimi? Hozir tuzsa beraman. Mana dadajon. Tuz desa tuzga bektirib qo'yadigan kelinim bor. Dada 100 nima qildi? Bilmayman, kecha shomda ayniganmi yo, tuzni ko'p qo'shib yubordim, o'shani yedim. Boshim aylanib, yuzimga narsa toshib, ko'zim ham Esmeraldaga o'xshab ko'rmay qolyapti. Yuring doktorga boray. Kerak emas, tir yo'qol. Kelin, ko'zdorimda apkeng, yo'qol. Topdim dadajon. Bilishni bor, dalni yo'q-da. Qariganingda shu narsasiz yurib bo'lmas ekan. Bitta tomiz olay endi. Tomizing dadajon, sirpanchiq kafellarda bitta salto ochishingizni ko'rar ekanmiz. Kelin! Yopishib qoldi-yu. Kelinim. Bu safar aniq ketdi. Yaxshigina qaynatam bor edi-ya. Dada bu nima ahvol? Qo'l sindi. Ko'zga yopishtirib oldim. Basharlarga minnachalar toshib yotibdi ulan. Atiga 1 soatga ko'chaga chiqqandim. Shuncha ish bo'lib ketibdimi? Ajal quvalayaptim, bilmayman, itdek quvalab big'illatyapti. Qarang, men sizga barbekyu burgerdan burger olib keldim dadam. Hozir maza qilib yeb olamiz. Ana. Mazali barbekyu burgerni men o'zimga aytganman dadajon, siz uchun maxsus mehnat qilib ovqat qilganman. Rahmat ona qizim, shunisiga ham shukr. Shunaqa mazali burger bo'ladimi? Nimaga ularni ajratib qo'yapsiz? Sho'rikdagi itda ahli yetgan, meni aqlim yetmaydi bu dorilikka va hammasi muxlab keldi. Hech narsa bo'lgan yo'q. Ko'zlarim ham ochiq, tushundingmi? Seni ham, Darmayt o'g'lim ham uyimdan yo'qol. Uyga alohida kampirab kelib, mazza qilib yashayman. Big'illataman.